Do'stlar, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p savollar kelyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda yozibdi, mana aytyapti-ku, assalomu alaykum doktor, yaxshimisiz? Bizga sizni tavsiya qilishgan edi. Xo'p, oshqozonni kichikaytirish amaliyotini o'tkazmoqchi edik. Sahifalaringizni birma-bir ko'rib chiqdim, lekin juda kam ekan. Oshqozonni kesgan operatsiyalaringiz, hozir ham operatsiya qilyapsizmi yoki asosiy ishingiz boshqa jarrohlikmi? Oshqozonni qisqartirish bu amaliyoti unaqa murakkab amaliyot hisoblanmaydi. Chunki buni qilib yurgan odam buni biladi. Hozir biz oshqozonni qisqartirish amaliyotlarini qilyapmiz. Endi kamroq ijtimoiy tarmoqlarga tashlaganimiz sababi har kuni amaliyotda bo'laman. Mana misol, kecha ishni boshlagan bo'lsam, ertalab 8 dan kechqurun 23:30 da ishni tugatdik. Har kuni 4 ta 5 ta amaliyot bajaraman. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarga ko'p qilayotgan amaliyotlarimni qo'yib ulgurmayapman. Xullas, oshqozonni qisqartirish amaliyotini bemalol bizning klinikamizga, Homs xususiy klinikasiga kelib qildirib ketishingiz mumkin. Biz bu amaliyotlarni bajaryapmiz.